Bugun ham Toshkent shahri va O'zbekistonning deyarli barcha hududlari yondi. Biroq bizda yaxshi xabarlar ham bor. Nihoyat anomal issiq bizni tark etadi. Siz videoga like bosib turing, men qolganini salqinroq joyda gapirib beraman. Kutilganidek, bugun ham O'zbekistonda anomal issiq kuzatildi. Havo harorati 45 darajagacha yetdi. Janubiy va cho'l hududlarda esa harorat 48 darajaga chiqdi. Jazirama tufayli hududlarda, xususan poytaxt Toshkent shahrida elektr energiyasida uzilish holatlari uchramoqda. Energetika vazirligiga ko'ra, 16-iyul kuni sutkalik elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 295,4 million kilovatt-soatni tashkil etib, yangi rekord o'rnatilgan. Oldingi rekord ham atigi bir kun avval qayd etilgan edi. Shuningdek, vazirlik avariyalarning oldini olish maqsadida ayrim hududlarda qisqa muddatli majburiy cheklovlar joriy etilganini xabar qildi. Unga ko'ra, majburiy cheklovlar 2 soatni tashkil etadi. Dam olish kunlari ham anomal issiq respublikamiz hududini tark etmaydi. Deyarli bugungiga o'xshash ob-havo kuzatiladi. Havo harorati kunduz paytlari 42-45 darajagacha, janubiy hududlar, cho'l zonalarida esa 46-48 darajagacha isiydi. Boshlanadigan yangi haftada vaziyat o'zgarish kutilmoqda. O'zgidrometning xabar berishicha, 20-iyul dushanba kuni yurtimizning katta qismida ekstremal issiq ob-havo saqlanib turadi. Nihoyat seshanba kunidan, ya'ni 21-iyuldan boshlab havo harorati 6-9 darajagacha pasayadi. Ob-havo prognozlari bilan shug'ullanuvchi onlayn serverlar ham bu ma'lumotlarni tasdiqlamoqda. Bizda hozircha shu. Issiqdan o'zingizni asrang, zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmang va albatta yoshlar ovozini kuzatishda davom eting.